Zenit O'runov transferiga qanday munosabat bildirdi? O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Oston O'runovga Rossiya Premyer Ligasining bir necha klublari, xususan, ko'p karra chempion Zenit qiziqayotgani haqida ma'lumotlar tarqatilmoqda. Manbalarga ko'ra, O'runovning O'zbekiston milliy terma jamoasidagi yorqin o'yinlari uni transfer bozoriga ta'sir o'tkaza boshladi. Ayniqsa, noyabr oyida Birlashgan Arab Amirliklarida Jahon chempionatining 4 ishtirokchisi o'rtasida o'tkazilgan Alain Cup 2025 xalqaro turnirida Ostonning Misr terma jamoasiga qarshi o'yini muxlisu mutaxassislar e'tiborini qozondi. O'sha bahsda 2 ta to'p kiritgan 24 yoshli o'yinchiga Italiyaning Juventus jamoasi qiziqish bildirgani Transfermarkt portalida ham qayd etildi. Mana endi O'runov bir necha klublar transfer nishonida ekani haqida ma'lumotlar ko'paymoqda. Bu masalaga Zenit klubi munosabat ham ma'lum bo'ldi. Bu masalaga Eurofutbol nashri jurnalistlari oydinlik kiritdi. Sankt-Peterburgning Zenit klubi Spartak Moskvaning sobiq yarim himoyachisi Oston O'runovga qiziqish bildirayotgani yo'q. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, bu klub qishki transferlar oynasi davrida markaziy yarim himoyachi qidiryapti. Tanlov imtiyozi asosan Janubiy Amerikalik va mahalliy o'yinchilarga qaratiladi, deyiladi Eurofutbol nashri xabarida. Eslatib o'tamiz, Oston O'runov Eron chempionatiga yo'l olishdan avval Rossiya Premyer Ligasidagi murakkab davrni boshdan kechirdi. Paxtakor tarbiyalagan futbolchi O'zbekiston Superligasida, Navbahor va Lokomotivdagi muvaffaqiyatli o'yinlardan keyin 2020 yilning boshida Rossiya chempionati vakili Ufa safiga ko'chib o'tgandi. Ushbu jamoada yarim mavsum to'p tepib, yuqori salohiyatini namoyish qilgan legionerimizga Premyer Liganing barcha etakchi klublari ogiz soldi. Ayrim sabablarga ko'ra, Oston Spartak variantini tanladi. Taqdir taqozosi bilan bu tanlov zato bo'lib chiqdi. Spartakda mahorati qadrlanmagan futbolchimiz keyinchalik Ufa va Uralda to'p tepib, yuqori darajaga ko'tarila olmadi. 2023 yilning boshida O'zbekistonga qaytgan Oston bir mavsum Navbahorda o'ynadi va keyin Eronning eng qudratli klubi Persepolisga ko'chib o'tdi. Ayni paytda Persepolis rahbariyati Oston O'runovni qo'yib yuborishga tayyor emas. Klub xo'jayinlari 2026 yilgi Jahon chempionatidan keyin legionerning transfer summasi yanada ko'tarilishiga umid qilmoqda. Force klubi bilan 2027 yilning yarmigacha davom etadigan shartnomaga ega O'runovning bugungi kundagi transfer summasi 2 million evroni tashkil qiladi. Oston O'runov Navbahor safida 2 marotaba O'zbekiston chempionati bronza medali sovrindori, Lokomotiv tarkibida esa kumush medal egasi hisoblanadi. Shuningdek, Persepolis tarkibida Eron chempioni bo'lgan. Hujumkor futbolchimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi safida xalqaro miqyosda 39 ta uchrashuvda ishtirok etib, bu o'yinlarda Maldiv orollari, Kamerun, Tojikiston, Vyetnam, Eron, Gonkong, Turkmaniston, Qirg'iziston va Misr terma jamoalari darvozasiga jami 10 ta to'p kiritgan.